Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan shunchaki muhim mavzu haqida emas, balki hayotingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan, ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolarimiz, qadrli pensionerlarimiz uchun juda katta ahamiyatga ega bo'lgan yangilik haqida suhbatlashaman. Agar siz bu videoni oxirigacha ko'rmasangiz, juda katta miqdordagi mablag'dan quruq qolishingiz mumkin. Bu shunchaki bir ogohlantirish emas, balki aynan bugun qabul qilingan muhim qarorlarning natijasi bo'lib, har biringizni, ayniqsa keksa avlod vakillarini bevosita qiziqtirishi shart. Davlatimiz tomonidan har doim aholining ijtimoiy himoyasiga alohida e'tibor qaratilgan. Ammo bugungi kunda e'lon qilingan yangilik nafaqat e'tibor, balki real va sezilarli qo'llab-quvvatlash mexanizmining ishga tushirilishini anglatadi. Shuning uchun bu ma'lumot siz uchun naqadar muhimligini hisobga olib, sizdan hoziroq kanalimizga obuna bo'lishingizni va ushbu videoga like bosishingizni so'rayman. Axir bu kabi dolzarb yangiliklarni doimo birinchilardan bo'lib, bizning kanalimizda bilib olishingiz mumkin. Diqqat qiling. Hozir aytadiganlarim har bir so'mga muhtoj bo'lgan inson uchun oltindan qimmat ma'lumotdir. Muammoning mohiyati shundaki, avvalroq pensiya tizimimizda umuman olganda ijtimoiy to'lovlar va nafaqalar ma'lum bir tartib asosida qonun bilan belgilangan miqdorlarda amalga oshirilardi. Misol uchun, pensiya miqdorlari har yili, odatda bir yilda bir necha marta inflyatsiya darajasiga va mamlakat iqtisodiy o'sishiga qarab indeksatsiya qilinardi. Bu jarayon pensionerlarning turmush darajasini ma'lum darajada ushlab turishga xizmat qilgan. Ammo har doim ham o'sib borayotgan narx-navo, kommunal to'lovlar va tibbiy xarajatlarni to'liq qoplashga kuchi yetmasdi. Ko'plab pensionerlarimiz hayotning og'ir yukini yelkasida ko'tarib, o'z ehtiyojlarini qondirishda qiynalishar. Ba'zan esa hatto zarur dori-darmonlar va oziq-ovqat mahsulotlari uchun ham yetarli mablag' topa olmasdilar. Bunday holatlar afsuski jamiyatimizda tez-tez uchrab turardi. Davlatning ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosan umumiy qoidalarga asoslangan bo'lib, har bir fuqaroning individual ehtiyojlarini, uning turmush sharoitini chuqur o'rganib chiqishga har doim ham imkon bo'lmasdi. Natijada eng muhtoj oilalar va yolg'iz keksalar ba'zan yordamdan chetda qolib ketish holatlari ham kuzatilgan. Bu tizim o'ziga xos muammolarga ega edi. Ya'ni moliyaviy yordam ko'pincha umumiy xarakterga ega bo'lib, eng muhtoj qatlamlarga aniq yo'naltirilgan va katta miqdordagi yordam kamdan-kam hollarda berilardi. Lekin qadrli do'stlar, bugun men sizga butunlay yangi bir o'zgarish haqida gapirmoqchiman. Aynan 20 oydan boshlab butun mamlakat bo'ylab qo'shimcha ijtimoiy yordam to'lovi deb nomlangan yangi dastur ishga tushirildi. Bu shunchaki pensiya miqdorining oddiy indeksatsiyasi yoki kichik bir qo'shimcha emas, balki davlat tomonidan beriladigan bir martalik, lekin nihoyatda sezilarli va solid miqdordagi moddiy yordamdir. Bu o'zgarishlar tasodifiy emas. Prezidentimizning tashabbusi bilan va hukumatning alohida qarori asosida mamlakatimizdagi ayrim toifadagi pensionerlarning turmush darajasini yaxshilash, ularga munosib qariyalikni ta'minlash maqsadida bu juda muhim qadam tashlandi. Yangi to'lovning joriy etilishidan asosiy maqsad nafaqat moddiy ahvolni yaxshilash, balki keksa avlod vakillariga nisbatan davlatning g'amxo'rligini, ularning jamiyat rivojiga qo'shgan hissalarini e'tirof etishdir. Bu to'lov shaxsiy bank hisob raqamlariga o'tkaziladi yoki naqd pulda beriladi va oddiy pensiya to'lovidan farqli o'laroq aniq belgilangan mezonlarga javob beradigan kishilarga yo'naltiriladi. Eng muhimi shundaki, bu o'zgarish nafaqat moliyaviy jihatdan yordam beradi, balki pensionerlarning huquqlari va imkoniyatlarini kengaytiradi. Ularning hayot sifati va farovonligini ta'minlashga qaratilgan yangi mexanizmlarni ishga tushiradi. Endi davlat eng ehtiyojmand qatlamlarga aniq maqsadli va katta miqdordagi yordam berishga qodir ekanligini namoyon etmoqda. Endi esa ushbu yangi to'lov dasturining asosiy jihatlariga chuqur kirishamiz. Bu yerda siz bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim ma'lumotlar, kimlar bu yordamni olishi mumkinligi va kimlar xavotirlanishi shart emasligi haqida batafsil to'xtalamiz. Siz bilishingiz kerak bo'lgan narsalar. Birinchidan, bu qo'shimcha ijtimoiy yordam to'lovi oddiy nafaqa emas. Bu bir martalik, lekin nihoyatda sezilarli moliyaviy ko'mak bo'lib, uning miqdori bir necha million so'mga yetishi mumkin. To'lovning maqsadi keksa avlod vakillarining, ayniqsa moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelayotganlarning ahvolini yaxshilash, ularning kundalik xarajatlarini qoplashga yordam berishdir. Bu mablag'larni siz o'zingizning ehtiyojlaringiz uchun, masalan, dori-darmon sotib olish,
oziq-ovqat mahsulotlari xarid qilish, kommunal to'lovlarni to'lash yoki hattoki uyingizni ozgina ta'mirlash kabi ishlarga ishlatishingiz mumkin. Davlat bu to'lov orqali nafaqat moddiy ko'mak beradi, balki keksalarga hurmat va e'tibor ko'rsatishini ham namoyon etadi. Kimlar uchun bu to'lov mo'ljallangan? Ya'ni kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar bunga loyiqdir? Ushbu yangi dastur doirasida moliyaviy yordam olish huquqiga ega bo'lgan shaxslarning aniq mezonlari belgilangan. Keling, har bir mezonni alohida ko'rib chiqamiz va real hayotiy misollar bilan tushuntiramiz. Misol menchi. Yolg'iz yashovchi va minimal pensiya oluvchi pensionerlar. Bu toifa eng ehtiyojmand guruhlardan biri hisoblanadi. Farzandlari yoki yaqin qarindoshlari yonida bo'lmagan, yolg'iz hayot kechirayotgan va pensiya miqdori mamlakatda belgilangan minimal pensiya miqdoridan yuqori bo'lmagan pensionerlar ushbu yordamni olish huquqiga ega. Nima uchun aynan ular? Chunki yolg'iz kishilarning qo'llab-quvvatlashga ehtiyoji ko'proq bo'ladi. Ular ba'zan o'zlariga g'amxo'rlik qila olmaydilar, uy-ro'zg'or ishlariga yordamchi kerak bo'ladi. Qolaversa, ular doimiy ravishda ortib borayotgan kommunal to'lovlar, oziq-ovqat narxlari va eng muhimi tibbiy xarajatlar bilan yakka kurashadilar. Misol uchun, 75 yoshli Muroton, ammo Toshkent shahridagi o'z uyida yolg'iz yashaydi. Uning farzandlari chet elda ishlashadi va kamdan-kam hollarda yordam bera olishadi. Murogon ammaning pensiyasi 1 million 500 ming so'm atrofida. Uning har oyda dori-darmon uchun o'rtacha 500 ming so'm, kommunal to'lovlar uchun 300 ming so'm va oziq-ovqat uchun qolgan pulning katta qismi ketadi. Bu mablag' uning barcha ehtiyojlarini qondirishga yetmaydi. Yangi to'lov doirasida Murodxon ammo 3 million so'm miqdorida qo'shimcha yordam olishi mumkin. Bu uning uchun nihoyatda katta yordam bo'ladi, chunki u bu pullarga bir necha oylik dori-darmon zaxirasini yaratishi, qishga kiyim-kechak olishi yoki hatto uzoq vaqtdan beri ta'mirlashni xohlagan kichikroq uy ishlarini hal qilishi mumkin. Bu jam 1 million 500 ming so'm degani bo'lib, u bir muddat moliyaviy qiynalishdan qutuladi. Misol 2. Mehnat faxriylari, ya'ni 4 yildan ortiq mehnat stajiga ega bo'lgan pensionerlar. Bu toifa davlatimiz rivojiga o'zining butun umrini bag'ishlagan insonlardir. Ular uzoq yillar davomida turli sohalarda fidokorona mehnat qilganlar. Davlat bu to'lov orqali ularning fidoyiligini, mamlakat taraqqiyotiga qo'shgan beqiyos hissalarini e'tirof etadi va ularga minnatdorchilik bildiradi. Pensiya miqdoridan qat'i nazar bu faxriylarga ushbu yordam beriladi. Misol uchun, 40 yoshli Ismat aka qishloq xo'jaligi sohasida 5 yil ishlagan. Uning pensiyasi 2 million so'mni tashkil etadi. Bu miqdor ba'zi xarajatlar uchun yetarli bo'lishi mumkin. Ammo Ismat aka o'zining umri davomida doim bir narsani orzu qilgan. Uyning tom qismini yangilash yoki nabiralariga kichik bir sovg'a sotib olish. Yangi to'lov doirasida Ismat aka 2 million 500 ming so'm miqdorida qo'shimcha yordam olishi mumkin. Bu jami 4 million 500 ming so'm bo'lib, Ismat aka uchun bu nafaqat moddiy yordam, balki davlatning uning mehnatiga bergan bahosi, hurmati hisoblanadi. U bu pullarga orzusidagi ta'mirlash ishlarini amalga oshirishi yoki oilasini xursand qilishi mumkin. Misol 3. Birinchi yoki ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan pensionerlar. Bu guruhdagi fuqarolar doimiy tibbiy xarajatlar, dori-darmonlar, reabilitatsiya muolajalari va ba'zan maxsus parvarishga muhtoj bo'ladilar. Ular ko'pincha jismoniy jihatdan cheklangan bo'lib, o'z ehtiyojlarini to'liq qondirishda qiynaladilar. Davlat ularga yordam berish orqali ularning hayot sifatini yaxshilashni maqsad qilgan. Misol uchun 65 yoshli Gulnora opa ikkinchi guruh nogironligiga ega bo'lib, uning pensiyasi 1 million 800 ming so'm. U har oyda belgilangan dori-darmonlarni qabul qilishi kerak, bu esa uning budjetining katta qismini tashkil etadi. Bundan tashqari, u ba'zida tibbiy ko'riklar va mutaxassis maslahatlari uchun shaharga borishi kerak bo'ladi. Bu ham qo'shimcha xarajatlarni talab qiladi. Yangi to'lov doirasida Gulnora opa 3 million 500 ming so'm qo'shimcha yordam olishi mumkin. Bu uning jam mablag'ini 5 million 300 ming so'mga yetkazadi. Bu mablag' Gulnora opaga nafaqat dori-darmon xarajatlarini qoplashga, balki nogironligi tufayli ehtiyoj sezadigan yordamchi vositalar, masalan, maxsus stul yoki qo'ltiq tayoq sotib olishga yoki hatto ma'lum bir reabilitatsiya kursini o'tishga imkon beradi. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifalarga kirmasangiz va sizning moliyaviy ahvolingiz nisbatan yaxshi bo'lsa, siz ushbu to'lovni olmasligingiz mumkin. Bu degani siz xavotirlanishga hojat yo'q, aksincha.
Davlat e'tiborining eng muhtoj qatlamlarga yo'naltirilganidan xursand bo'lishingiz kerak. Davlat resurslari cheklangan bo'lganligi sababli yordam eng ehtiyojmandlarga ustuvor ravishda beriladi. Shu sababli agarda siz yuqorida keltirilgan mezonlarga to'g'ri kelmasangiz, yolg'on ma'lumot berib o'zga bir insonning haqqini olishga urinmasligingiz kerak. Chunki bu jarayonda barcha ma'lumotlar tekshirilib, noto'g'ri ma'lumot berganlar tegishli javobgarlikka tortilishi mumkin. Shunday qilib, ko'rib turganingizdek, bu to'lov juda aniq va maqsadli. Davlat o'z fuqarolariga yordam berishda adolatli va shaffof bo'lishga intiladi. Har bir shaxsning ahvoli va ehtiyoji inobatga olinib, moliyaviy yordam aynan unga muhtoj bo'lganlarga yetkaziladi. Bu ma'lumotlarni o'zingizning holatingizga solishtirib ko'ring va keyingi bosqichlarga o'tishga tayyorlaning. Har bir qoida va imkoniyatning o'ziga xos istisnolari, tuzoqlari va ko'zdan panada qolishi mumkin bo'lgan nozik jihatlari mavjud. Ushbu qo'shimcha ijtimoiy yordam to'lovi dasturi ham bundan mustasno emas. Keling, ushbu jihatlarni batafsil ko'rib chiqamiz. Toki siz barcha mumkin bo'lgan to'siqlar va kutilmagan vaziyatlarga tayyor bo'ling. Qoidaga istisnolar ba'zida shunday holatlar bo'lishi mumkinki, inson tashqaridan qaraganda dastur mezonlariga mos keladigandek tuyulishi mumkin, ammo aslida unday emas. Masalan, bir pensioner yolg'iz yashayotganga o'xshab ko'rinishi mumkin. Ammo u rasman boshqa bir manzilda ishlaydigan farzandi bilan ro'yxatdan o'tgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan beriladigan ma'lumotnoma yoki uy-joy komissiyasining xulosasi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Haqiqiy yashash joyi va ro'yxatdan o'tish joyi farqlansa, yordam berish masalasida qo'shimcha tekshiruvlar talab qilinishi mumkin. Shu sababli hujjatlaringizning haqiqiy ahvolingizni to'liq aks ettirishi juda muhimdir. Agar sizning pensiyangiz davlat pensiya jamg'armasidan emas, balki boshqa xususiy pensiya jamg'armasidan kelib tushsa, ushbu to'lovga ega bo'lishingiz dargumon. Chunki dastur asosan davlat pensiya ta'minoti tizimiga kiritilgan fuqarolarga qaratilgan bo'lishi mumkin. Shuningdek, ma'lum bir maksimal daromad chegarasi belgilanishi mumkin. Ya'ni, agar pensionerning rasmiy pensiyasidan tashqari boshqa muhim daromad manbalari, masalan, bir nechta mulkni ijaraga berishdan olinadigan daromadlar yoki katta miqdordagi depozitlar mavjud bo'lsa, bu yordamni olmasligi mumkin. Bu albatta eng muhtojlarga yordamni adolatli taqsimlash uchun kiritilgan mexanizmdir. Tuzoqlar va ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan holatlar. Afsuski, har qanday yangi imkoniyatlar paydo bo'lganda firibgarlar ham faollashadi. Sizga yordam berishni taklif qiladigan, go'yoki arizani to'ldirish yoki hujjatlarni yig'ish evaziga pul talab qiladigan shaxslar yoki tashkilotlardan ehtiyot bo'ling. Esda tuting. Davlat xizmatlari markazlari, DXM yoki pensiya jamg'armasi xodimlari sizdan hech qanday to'lov talab qilmaydi. Bu jarayon mutlaqo bepuldir. Agar kimdir sizdan pul so'rasa, bu firibgarlik ehtimoli yuqori. Shuningdek, noto'g'ri yoki muddatini o'tkazib yuborilgan hujjatlar taqdim etish ham to'lovni olish imkoniyatini yo'qqa chiqarishi mumkin. Pasportingizning amal qilish muddatiga, pensiya guvohnomangizning aniqligiga va mahalla ma'lumotnomalarining dolzarbligiga e'tibor bering. Barcha hujjatlar joriy va to'g'ri bo'lishi shart. Eng muhimi, arizalar qabul qilishning belgilangan muddati bo'lishi mumkin. Garchi to'lov bermaydan boshlab amalga oshirilsa-da, arizalarni topshirish uchun ma'lum bir vaqt oralig'i ajratilgan bo'lishi mumkin. Bu muddatni o'tkazib yubormaslik juda muhim. Yangiliklarni doim kuzatib boring va imkon qadar tezroq murojaat qilishga harakat qiling. Davlat tashkilotlarida ba'zan byurokratik jarayonlar tufayli navbatlar yuzaga kelishi, xodimlar tomonidan ma'lumot berishda kamchiliklar kuzatilishi mumkin. Bunday holatlarga duch kelganda sabrli bo'ling va o'z haqqingizni talab qilishdan cho'chimang. Lekin har doim hurmat va odob doirasida muloqot qiling. Noaniq nozik jihatlar, ushbu to'lov avtomatik tarzda hisoblanadimi yoki ariza orqali beriladimi? Aksariyat hollarda bunday maqsadli to'lovlar uchun ariza topshirish talab qilinadi. Sababi, davlat har bir murojaat qiluvchining ahvolini individual tarzda baholashi kerak. Avtomatik to'lovlar ko'proq umumiy pensiya indeksatsiyasi uchun xosdir. Shuning uchun ariza berishga tayyor turing. To'lov sizning bank hisob raqamingizga o'tkazilishi mumkin. Agar sizda bank kartasi yoki hisob raqami bo'lmasa, uni ochishingiz talab qilinishi mumkin. Ba'zi pensionerlar hali ham pensiyasini naqd pulda oladilar. Bunday holda sizga bank hisob raqami ochish bo'yicha maslahatlar berilishi mumkin yoki pensiya jamg'armasi
orqali naqd pulda olish imkoniyati yaratilishi mumkin. Agar pensioner jismoniy holati tufayli mustaqil ravishda murojaat qila olmasa, uning yaqin qarindoshlari yoki vasiylari ishonchnoma asosida murojaat qilishlari mumkin. Bu holatda notarius tomonidan tasdiqlangan ishonchnoma va pensionerning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinadi. Agar siz murojaat qilgan mahalla fuqarolar yig'ini yoki DXM xodimlari ma'lumotga ega bo'lmasa yoki jarayonni sekinlashtirsa, Respublika pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga murojaat qilishingiz yoki yuridik maslahat olishingiz mumkin. Shuningdek, myTalk.uz portali orqali shikoyat yuborish imkoniyati ham mavjud. Barcha bu nozik jihatlarni bilish sizga jarayonni muvaffaqiyatli yakunlash va o'z haqqingizni olishga yordam beradi. Esda tuting, har qanday savol tug'ilganda o'zingizni xavf ostiga qo'ymasdan, rasmiy manbalardan yoki malakali yuridik maslahatchilardan yordam so'rashdan tortinmang. Endi esa bu juda muhim qo'shimcha ijtimoiy yordam to'lovini olish uchun siz qanday aniq qadamlarni qo'yishingiz kerakligi haqida amaliy maslahatlarga o'tamiz. Bu yerda men sizga qayerga borish kerakligi, qanday hujjatlarni to'plash kerakligi va nimalarni yozish kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar beraman. Bu muvofiqlikni tekshirish eng avvalo siz o'zingizning yuqorida sanab o'tilgan mezonlarga yolg'iz yashovchi minimal pensiya oluvchi, 1 yildan ortiq mehnat stajiga ega mehnat faxriysi yoki endi 2 guruh nogironligi bo'lgan pensionerlar toifasiga kirishingizni aniqlashtirib oling. Bu birinchi va eng muhim qadamdir. Agar siz bularga kirmasangiz, boshqa variantlar uchun murojaat qilishingiz mumkin bo'lgan dasturlarni o'rganib chiqing, ammo aynan bu dastur sizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Kerakli hujjatlarni yig'ish bu qadamda ehtiyotkorlik va aniqlik talab etiladi. Hujjatlar to'liq va to'g'ri bo'lishi kerak. Shaxsiy pasportingiz. Pasportingizning amal qilish muddati o'tmaganiga va barcha ma'lumotlar aniq yozilganiga ishonch hosil qiling. Pasport nusxasi ham talab qilinishi mumkin. Shuning uchun bir nechta nusxa olib qo'ying. Pensiya guvohnomangiz. Bu sizning pensioner ekanligingizni tasdiqlovchi asosiy hujjatdir. Uning asl nusxasi va nusxasi kerak bo'ladi. Nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma agar mavjud bo'lsa, agar siz yoki 2 guruh nogironligi bo'lgan pensioner bo'lsangiz, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi TMA tomonidan berilgan tegishli ma'lumotnoma yoki uning nusxasini taqdim etishingiz shart. Mahalla fuqarolar yig'inidan ma'lumotnoma agar siz yolg'iz yashovchi pensioner bo'lsangiz. Bu ma'lumotnoma sizning yolg'iz yashayotganligingizni tasdiqlaydi. Ushbu ma'lumotnomani olish uchun o'z mahallangizga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. U yerda sizning uy-joy sharoitingiz o'rganilib, tegishli hujjat beriladi. Bank hisob raqamingiz rekvizitlari. To'lov sizning bank kartangizga yoki hisob raqamingizga o'tkazilishi sababli kartangiz ochilgan bankdan hisob raqamingizning rekvizitlarini, MFO INN hisob raqami olishingiz kerak bo'ladi. Agar sizda bank kartasi bo'lmasa, bankka murojaat qilib, birinchi navbatda karta ochtiring. Qayerga murojaat qilish kerak? Sizning hududingizdagi quyidagi tashkilotlarga murojaat qilishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazlari, DXM va eng qulay va shaffof usullardan biridir. DXM filiallari butun mamlakat bo'ylab mavjud. Siz o'zingizga yaqin bo'lgan DXMga borib, shaxsiy pasportingiz va boshqa hujjatlaringiz bilan murojaat qilishingiz mumkin. U yerda mutaxassislar sizga arizani to'ldirishda yordam beradi. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari. Sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga ham murojaat qilishingiz mumkin. U yerda ham tegishli xizmat ko'rsatiladi. Mahalla fuqarolar yig'ini ba'zi hollarda, ayniqsa yolg'iz yashovchi pensiyalar uchun mahalla fuqarolar yig'ini ham arizalar qabul qilishda yordam berishi mumkin. Bu ayniqsa jismoniy imkoniyatlari cheklangan kishilar uchun qulaylik yaratadi. Ariza qanday yoziladi? In-person murojaat uchun DXM yoki pensiya jamg'armasi bo'limlarida sizga tayyor ariza namunalari, shablonlar taqdim etiladi. Siz faqat shaxsiy ma'lumotlaringizni, pensiya guvohnomangiz raqamini va qaysi asosda ushbu to'lovni olayotganingizni, yolg'iz yashovchi pensioner sifatida 40 yildan ortiq mehnat stajiga ega bo'lgan mehnat faxriysi sifatida nogironligi bo'yicha ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Arizani iloji bo'yicha aniq va tushunarli tilda to'ldiring. Savollar tug'ilsa, xodimlardan so'rashdan tortinmang. Muloqotda hurmat va odobni saqlang. Bu ishning tez hal bo'lishiga yordam beradi. 5. Onlayn ariza topshirish. Agar imkon bo'lsa, hozirgi kunda davlat xizmatlari portalining myTalk.uz imkoniyatlari
kengayib bormoqda. Agarda ushbu to'lovni olish uchun onlayn ariza topshirish imkoniyati yaratilgan bo'lsa, siz MyBog'da o'z orqali ro'yxatdan o'tib, elektron raqamli imzo eri yordamida o'zingizning shaxsiy kabinetingiz orqali arizani elektron shaklda topshirishingiz mumkin. Bunda sizga bank hisob raqamingiz va boshqa hujjatlaringizning elektron nusxalari kerak bo'ladi. Bu usul vaqtni tejashga yordam beradi va navbatlarda turishga hojat qoldirmaydi. 6. Arizangizni kuzatib boring. Arizani topshirganingizdan so'ng sizga arizaning ro'yxatga olinganligi haqida xabar qog'oz shaklida yoki SMS tarzida berilishi kerak. Unda sizning arizangizning ID raqami ko'rsatiladi. Bu raqam orqali siz o'zingizning arizangizning holatini DXMning rasmiy saytida, pensiya jamg'armasi saytida yoki my.gov uz portalda kuzatib borishingiz mumkin. Shuningdek, sizga berilgan raqam orqali ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib ham ma'lumot olishingiz mumkin. 7. Ariza topshirish muddati. Yangi to'lov iyul oydan boshlab amalga oshiriladi. Ammo arizalar qabul qilish muddati cheklangan bo'lishi mumkin. Bu haqda rasmiy manbalardan aniq ma'lumot oling va muddatni o'tkazib yubormaslikka harakat qiling. Odatda bunday dasturlar uchun 1-2 oylik muddat beriladi. Bu ko'rsatmalar sizga jarayonni tushunishga va to'g'ri harakat qilishga yordam beradi. Ishonchim komil. Shoshiling, ammo ehtiyotkorlik bilan harakat qiling. Shunda siz o'z haqqingiz bo'lgan ushbu moliyaviy yordamni muvaffaqiyatli olasiz. Aziz do'stlar, bugungi videomiz yakuniga yetdi. Umid qilamanki, men bergan barcha ma'lumotlar siz uchun nihoyatda foydali bo'ldi. Yodingizda bo'lsin, davlatimiz tomonidan berilayotgan bu imkoniyat qo'shimcha ijtimoiy yordam to'lovi haqiqiy va sezilarli moliyaviy yordamdir. Bu shunchaki og'zaki va'da emas, balki real hayotda keksa avlod vakillarimizga yordam berishga qaratilgan konkret qadam. Sizdan iltimos, ushbu muhim imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Yuqorida aytilgan barcha ko'rsatmalarga amal qiling va o'z haqqingizni albatta oling. Agar sizda ushbu to'lovga oid savollar, o'z fikrlaringiz yoki takliflaringiz bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldirishdan tortinmang. Har bir fikr biz uchun muhimdir. Videoga like bosishni unutmang va albatta kanalimizga obuna bo'ling. Toki bunday muhim va dolzarb yangiliklarni doimo birinchilardan bo'lib bilib oling. Va eng muhimi, ushbu videoni o'z yaqinlaringizga, qo'ni-qo'shnilaringizga, barcha tanish pensionerlarga ulashing. Ularning ham bu imkoniyatdan boxabar bo'lishlari va o'z haqqini olishlariga yordam bering. Zero bir-birimizga yordam berish insoniylikning eng oliy namunasi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha